I think the President of Uzbekistan, Mr. Mirziyoyev, took the right steps. Mening fikrimcha, O'zbekiston prezidenti janob Mirziyoyev to'g'ri qadamlar qo'ydi. Chunki u O'zbekistonda kasbiy ta'lim tizimini isloh qilishni boshladi. Davlatingiz rahbari xorijiy kompaniyalar uchun rag'batlantiruvchi mexanizmlarni joriy qildi. Men 4 yil avval ish boshlaganimda O'zbekistonda dual ta'lim haqida deyarli hech kim bilmas edi. Hozir esa vaziyat ancha o'zgardi. Lekin shuni ham aytishim kerakki, tizimni o'zgartirish bu uzoq jarayon va u ko'p vaqt talab qiladi. Shuning uchun fikrimcha, biz bu jarayonni isloh qilish ustida ishlashni davom ettiramiz va uni tezlashtirishimiz kerak. My opinion is also we just have to work further to reform this process and to fasten this process. Aytish joizki, bizda nafaqat O'zbekistonda, balki boshqa ko'plab mamlakatlarda ham kasbiy ta'limni isloh qilish bo'yicha katta tajriba mavjud. O'zbekiston va Germaniya o'rtasida mustahkam do'stona aloqalar mavjud va biz O'zbekiston bilan hamkorlikni davom ettirishni istaymiz. Shu sababli menimcha bu ikki tomon uchun ham foyda keltiradigan holat hisoblanadi. So'nggi yillarda TechSwet loyihasi orqali Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi ko'magida biz to'qimachilik sohasida kasbiy ta'limni isloh qilishga harakat qildik. Biz ko'plab ishlarni amalga oshirdik. Masalan, to'qimachilik sektorida 8 ta kasbni tanlab oldik va ushbu kasblarni hamda ularning o'quv dasturlarini modernizatsiya qildik. Vazirlik va boshqa manfaatdor tomonlar bilan hamkorlikda, shuningdek, sektor malaka kengashlari deb ataladigan tuzilmalarni ham alohida ta'kidlashim kerak. Biz ushbu yangi dual ta'lim tizimini to'qimachilik kasblariga joriy etishga harakat qildik. Bu borada ancha muvaffaqiyatga erishdik, chunki 2025 yil oxiriga qadar qariyb 2800 nafar talaba ushbu yangi dasturlarga qabul qilindi. Bu juda katta yutuq deb hisoblayman. Quite successful because until the end of 2025 almost 2800 students were enrolled in these new programs, which is a